O'g'il bolalar mazza qilib o'ynaydigan o'yin bor. E-futbol ya'ni PES. Ba'zi bir bolalar ertalab turib sevgan qiziga SMS yozsa, PES o'ynaydigan bolalar voqli turib penalti tepadi. Bitta sinfdoshimga PES o'ynashni o'zim o'rgatganman. Bitta qo'limda o'ynab yutardim uni. Meni bir marta yutib qo'yib, ertasiga PES o'ynaysanmi, bot deyapti. O'zi bir marta yutgan xolos, unda ham bitta gol urgandan keyin himoyaga yotib olib, 9-1 taktikasida o'ynagan. Kelgan to'pni teforadi. Ronaldoni himoyada o'ynagan ko'rganmisiz? Meni do'stim bitta gol urgandan keyin hamma hujumchilarini himoyachi qilib oladi. Yutganini yana bitta sababi bor ekan. Xona yaratyapti turganda nastroykaga kirib, meni o'yinchilarimni kayfiyatini 0 qilib, o'zinikini ko'tarib olar ekan. Yetdim, meni o'yinchilarim to'p tepsa butsasi yechilib ketyapti. Eng alam qilgani har hafta 105, 106 futbolchilar keladi-yu, ana do'stim bossa bittada 105 tushadi-da, menga 67, 71 o'yinchilar tushadi. Menga tushgan futbolchilarni futbolchiligini dadasi ham bilmasa kerak.